Uzun CSS dərsi 28-ci qism CSS leylimi. Leylimi ramka o'ng'a yoki so'lga yetkildi, tak uning ramka qiri, uni o'z ichiga olgan cho'ng ramkaning qirg'i urilg'icha yetkilaverdi. Odatda ma float xarakter orqali leylimiga aniqlik beramiz. Float ma shu leylimininki ama u qanday yetkilganligini ko'rib baqsaq, birinchi xil ahvol. Mesela leylimaydigan ramka, ma birinchi ramka, ikkinchi, uchinchi ramka deb ma u ustun osti qarab ma holatda ko'ringan bo'lsa, agar biz ma birinchi ramkaninki float qiymatini right degan qiymatni berib, o'ng degan qiymatni berib, qilsak bu leylim ramka bo'ladi. Demak, ma ikkinchi, uchinchi ramka ma sol taraf asldagi o'rnida qolib qolsa, ma birinchi ramka ma o'ng tarafninki o'ng taraf qirg'a qarab, ma urilib ma to'xtaydi. Ikkinchi xil ahvolda masalan birinchi ramka solga laydigan bo'lsa, biz ikkinchi, uchinchi ramkaninki asldagi oldini saqlab qolgan bo'lsak, ma birinchi ramka solga laylab, ma ikkinchi ramkaninki ustiga chiqdi. Ama yerda asli ikkinchi ramka bor, lekin ma birinchi ramka ikkinchi ramkani to'sib olgan bo'lg'achqa ikkinchi ramka ko'rinmadi. Agar ma bu 3 ramkaninki hammasini solga laylaydi deb, bularninki float qiymatini left deb bersak, uchilisi solga laylaydi, undaqda hammasi ma bu sol tarafga ma bu soldan o'ng qarab, bunda 1 2 3 maxil tartibda ko'rindi. Asli holatda bunda ustidan ostga ko'ringan bo'lsa, ma float qiymat orqali buni biz ma bu soldan o'ngga maxil holatda ko'rsatdik. Endi 3-chi xil ahvol, masalan, birinchi ramka solga laydigan bo'lsa, ikkinchi, uchinchi ramka hamma solga laydi, lekin ma yerdagi ma elementning kengligi ma bu 3-ninki kengligidan kichik ko'p qolgan ahvolida ma yerdagi oraliqqa ma 3-chi ramka patmaydi. Mana kengligi ma yerdagi oraliqda eshib ketgan bo'lsa, 3-chi ramka ma pastga tushib ketdi. Andan keyin 3-chi ramka yana solga layildi. Lekin ma birinchi ramkaninki egizligi ma 2-chi ramkaninkidan chiqib ketgan bo'lsa, 3-chi ramka ma osti qismi tushib ketmay, balki ma 2-chi ramkaninki ostidagi ma o'rin orqali ama ikkisininki egizligi ma'nodan yuqori turgan qiymatli holatda ma o'ringa tushdi. Bunda osti tushib ketmadi.